Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligining bu yil ilk marotaba 2024-yildagi faoliyati 76 ball bilan qoniqarli deb baholandi. 2024-yil uchun davlat organlari va tashkilotlarida ochiqlik bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligi va natijadorligini baholashga qaratilgan ochiqlik indeksi bo'yicha O'zarxiv agentligi 83.5 ball bilan yashil samaradorlik ko'rsatkichini qayd etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi 240-son qarori ijrosi yuzasidan agentlik va uning tizimidagi tashkilotlariga yuklangan 34 ta funksiyaning korrupsiyaviy xavf-xatarlari E-Antikor.uz elektron tizimi orqali tahlil qilindi. Tahlil qilingan funksiyalarning 3 tasi past, 29 tasi o'rta, 2 tasi yuqori korrupsiyaviy xavf-xatarga moyillik bo'lgan funksiyalar deb baholandi. Shunga ko'ra, O'zarxiv agentligining 2025-yil 2-maydagi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligining faoliyatidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasi tasdiqlandi. Ushbu o'rta va yuqori darajadagi funksiyalarning korrupsiyaviy xavf-xatarlarini bartaraf etish bo'yicha O'zarxiv agentligining 2025-yil 2-maydagi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi uning tarkibiy va hududiy tuzilmalarida korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi tasdiqlandi. Tizimda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlarni oldini olish maqsadida Kadastr agentligi va O'zarxiv agentligining 2025-yil 20-maydagi qo'shma buyrug'i imzolandi. Joriy yilning may oyida CERT International tashkilot tomonidan standartlar talablariga muvofiqlik darajasini aniqlash maqsadida ikkinchi kuzatuv auditi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligidagi korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan 2025-yil 5-martdagi kengaytirilgan yig'ilishdagi ma'ruzasi tafsilotlari, oldimizda turgan dolzarb masalalar va bu illatga qarshi kurashning samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan O'zarxiv agentligi va uning tizimidagi tashkilotlari uchun korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xodimlari ishtirokida yig'ilishlar o'tkazildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuniga, shuningdek, rotatsiya, lavozimga tayinlanishda yoki yillik deklaratsiyani to'ldirish vaqtida manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligi to'g'risidagi arizani to'g'ri to'ldirmasdan O'zarxiv agentligining 2021-yil 27-oktyabrdagi 367-son buyruq bilan tasdiqlangan O'zarxiv agentligi uning hududiy boshqarmalari va tizimidagi tashkilotlarda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom talablariga rioya etmaganligi uchun tegishli xodimlarga qat'iy choralar ko'rildi. Xususan, agentlik tizimidagi 7 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Xizmat tekshiruvlari o'tkazilgan rahbar va xodimlarning bir nafari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. 3 nafarga qaybsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga O'zarxiv agentligi va arxiv ishi hududiy boshqarmalari tomonidan 73 ta vazirlik va idoralar hamda boshqa tashkilotlarda arxiv ishi va ish yuritish holati ustidan davlat nazorati amalga oshirildi. Davlat nazorati tadbirlari natijasida 67 ta tashkilotlarga ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar yuborildi. Tekshirishda aniqlangan qonun buzilishlari bo'yicha 15 nafar mas'ul xodimlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 215.4 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sud organlariga hamda arxiv ishi hududiy boshqarmalari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bitta material yuborildi. Brifingimiz yakunida hurmatli yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Hurmatli yurtdoshlar, agar davlat arxivlarida noqonuniy xatti-harakatlarining guvohi bo'lsangiz, O'zarxiv agentligining yagona 55 kodi bilan 50 raqamli ishonch telefoni yoki Antikor Archive bot yoxud direktorga murojaat Telegram messenjeri orqali xabar berishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.